ikkita farzandli onasi Mirdavidova Layiza Rahmatovna bo'laman. Farzandlarim Biloliddin, Abubakr boshlang'ichda Nilovkada hali, kichkinam kattaam 10-sinfga o'tdi. Hozirgi kunda shu maktabda mana 1 yil davomida o'qib kelayotgan bo'lsak, biz PDP maktabidan o'tdik. PDP maktabida ham qiziqishlari IT bo'yicha, matematika bo'yicha qiziqishlari kuchaygan sari surishtirib, farzandimni o'zi bu maktabni topib kelib, direktorlari bilan suhbatdan o'tib, meni olib keldi. Kelsam, bu yerdagi sharoitlar, bolamga nisbatan hurmat, u yerda ham hurmat qilishar, navbatda o'qituvchilarni o'zi o'quvchilarni qiziqtirib, yo'naltirib, sen qila olasan, zo'r qilyapsan. Mayli, kichkina harakatini bo'lsa ham katta qilib, bolalarga motivatsiya berib, yo'naltirishyapti. Zo'r, o'zgarishlarimiz zo'r. Atrofdagi o'rtoqlari zo'r, eng kerakligi. O'qituvchilari ham tarbiyasi, bilim berishi, metodi juda ham zo'r.